Assalomu alaykum, hurmatli O'zbekiston ahli. Mana yangi avtomashina bozori ochib oldik. Qulay va arzon holatda, xohlasanglar kredit, xohlasanglar barter hisobida ham kelisha olamiz. Nexia avtomashinasidan tortib, Mazda avtomashinasigacha bor. Xohlasanglar yangi nulovka 25-yil 4-paysa avtomat korobkalar, xohlasanglar Malibu, xohlasanglar Tracker, xohlagan o'zingizlarga yoqtirgan holatdagi avtomobillarni avtokredit yoki barter hisobida qilib turib kelishimiz mumkin. Buni ichida bonuslari ham bor, xudo xolasa. Kelgan mijozlarimizni xafa qilmagan holatda kuzatib olish maqsadidamiz. Xudo xolasa mana Nexia avtomashinamiz 2009-yil. Son Scrambler. Yurish-turishlari yaxshi. O'ta go'zal holatda $3700 bera olamiz buni. 1,5 ming puli borga bank qilib bersak bo'ladi. Tonirovkalari bor. Kraskalari bir ikkita joyda pitnolari bor xolos. Aybga buyurmaysizlar, havomiz yog'ingarchilik bo'lganligi sababli mo'ga qilingan mashina sal loy chachiraganga o'xshab turibdi. Ushbu avtomashinamiz 2009-yilda ishlab chiqarilgan. Puli $3200 bera olamiz. Puli qiziqarlik. Balonlari, gazlari hammasi o'zining joyida. Bitta aybi bor, buni minish kerak bu avtomashinalarda hammasini. Salonning ichlari. Aybga buyurmaysizlar, yil eskilardan boshlayapmiz. Bu avtomashinamiz 2011-yil. GSV svetda. Buni ham $3300 dan 20 ga o'tib bera olamiz. Kelgan klientlarga обязательно bonuslari bor. Ushbu Nexia avtomashinamiz 2009-yil $3100 ga bera olamiz. Kaliti ichkaridagi olib chiqish beradi hozir. Go'zal holatida, xohlasanglar avtokredit, xohlasanglar naqd pulga ham kelisha olamiz. 17-yil Nexia 3 avtomashinamiz $7000 ga bera olamiz. Xohlasanglar bank qilib ham bera olamiz. Mexanika korobka 2-paysa, gazlari bor. Ushbu Cobalt avtomashinamiz 2020-yil. Kraskalari 15-20% bor. Balonlari yangi, holati o'ta go'zal holatida. Ushbu avtomashinamizni $850 ga chiqarib beramiz. $850 ga. $850 chiqarib berasiz? Albatta $850 ga chiqarib beramiz. Aniqmi? Bizda yolg'on bo'lmaydi, uka. Siz anig'i bo'ladi. $850 ga? Xudo xolos. $850 ga chiqarib beramiz uka. Oylik to'lov qanaqa chiqaring? Oylik to'lovni bankka kirganda grafikini chiqarish beradi. To'g'ri. Uni oldindan men biron narsa deya olmayman. Ushbu avtomashinamiz 2023-yil Cobalt avtomashinasi, kraskalari top-toza, balonlari yangi, g'ubori yo'q. Buni $1000 ga chiqarib bersak bo'ladi. Avtomat korobka, 4-paysa, motorlari o'ta go'zal holatida. Pokiza. Gaz ham qo'yilmagan mashinaga. Nihoyatda chiroyli, go'zal holatda. Ushbu Damas avtomashinamiz 21-yil. Buni tayyor krediti bor. $1700 ga beramiz. $1700 ga beramiz. Ushbu avtomashinamiz Damas, kraskalari top-toza, 19-yilda ishlab chiqarilgan. 19-yilda ishlab chiqarilgan. $2000 bo'lsa, buni ham bankka bera olamiz. Bonusiga generalniy doверенность bo'lsa, u bo'lmasa ham oldi-sotdi shartnomasini o'zimizning cho'ntagimizdan qilib beramiz. Keyingi avtomashinamiz Damas 21-yilda ishlab chiqarilgan. Bu avtomashinamiz ham 3.100.000 so'mdan tayyor krediti bor. Kraskalari, pitnolari bor xolos, holati go'zal. $1700 ga beramiz bu avtomashinani. 14 oy oylik to'lov to'langan, qolgan qismini olgan klientimiz o'zi to'lab ketish sharti bilan. Xo'p. Ushbu Spark avtomashinamiz 14-yilda ishlab chiqarilgan. $5300 ga beramiz bu avtomashinamiz. Aybi shu yuvilmagan xolos. Holati yaxshi. Xo'p. Ushbu Matiz avtomashinamiz 2011-yilda ishlab chiqarilgan. 3,5 mingdan o'tib beramiz. 3,5 ming. Ushbu Best avtomashinamiz nihoyatda go'zal holatida 2015-yilda ishlab chiqarilgan. Nihoyatda go'zal holatda, gazlari bor, salon ishlari pokiza.
5000 ga bersak bo'laveradi. Salon ishlari pokiza, nihoyat chiroyli avtomashinalarimiz. Ushbu Mazda avtomashinamiz 2011-yilda ishlab chiqarilgan. Buni ham 3200 dan o'tib bersak bo'ladi. Matiz MX-imiz 2012-yilda ishlab chiqarilgan. 3400 dollar kami bor buni ham. Ko'rib yoqtirgan mijozlarimiz kelsa xafa bo'lmagan holatda, chiroyli kelishilgan holatda baraka qilib, bonusiga hujjatni o'zimiz cho'ntamizdan qilib beramiz. Shu sharti bilan xudo xohlasa. Barter hisobida ham kelishamiz. Kelinglar, ko'ringlar, yoqtirib, xohlagan mashinalarni olinglar. Bulardan tashqari yangilarni 1000 dollargacha bo'lgan holatda yangi nulovka avtomashinalarni ham bank hisobida chiqarib bera olamiz. Manzilimiz mana Fortuna Business, Imkon Finans Bank, Orient Finans Bank, vokzal qatori, o'ng qo'l tarafimizda Gulxona, mana yo'paramizda Yusel kompaniyasi Pushkin bog'ini yo'parasi burchak tomonda. Kelsanglar xursand bo'lamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.